Xalq tilida bo'qoq, zob deb ataluvchi bu kasallik zamonaviy meditsinada qalqonsimon bez xastaligi deyiladi. Uni ikki xil turi bor, ya'ni ichki zob, tashqi zob deymiz. Ya'ni o'sha zahar ishlab chiqaruvchi va yodni ko'p ishlab chiqaruvchi yoki bo'lmasa kam ishlab chiqaruvchi. Oddiy qilib aytganda. Bunday holatlarda qanday shifolanamiz? Tabiiy qanday dorivorlardan, damlamalardan foydalanamiz? Bizga andis ildizi kerak bo'ladi. Buni ham hammamiz topsa bo'ladigan ildiz hisoblanadi. Buni qanday qilib ishlatamiz? Bundan ildizdan maydalangan kukunidan 1 choy qoshiq miqdorda olamiz va ustiga 200 gram qaynagan suv quyamiz bunga ham. Va kuniga 3 mahal 100 gram, 150 gramdan iliq holatda ovqatdan yarim soat, 20 daqiqa avval iste'mol qilamiz. Albatta ichayotgan damlamangiz iliq holatda bo'lishi shart, chunki bizning qonimiz issiq hisoblanadi. Issiq qonimizga muzdek qilib damlama iste'mol bo'ladigan bo'lsangiz, bunaqa holatlarda albatta dorivorimiz, damlamamiz teskari xususiyatga ega bo'lib qoladi. Shuning uchun esingizda bo'lsin, doimo iste'mol qilayotgan damlamalarimiz har qanday turidan qat'iy nazar iliq holatda iste'mol qilamiz. Demak, andis va damlama ichasiz va qalqonsimon bez kasalligini ichki zob bo'ladimi, tashqi zob bo'ladimi, juda ham yaxshi yordam beradi va siz o'zingizni o'sha asabiylashishingiz, soch to'kilishlari, sizdagi har xil his-tuyg'ular agar sizda zob kasalligidan bo'ladigan bo'lsa, qalqonsimon bez xastaligi hisobiga bo'layotgan bo'lsa, albatta sizga yaxshi yordam beradi.